Hammaga salom. Biz yaqinda farzandli bo'ldik. Bugungi videomiz shu bir oy ichida hayotimizda nima o'zgarishlar bo'ldi, shu haqida bo'ladi. Agar meni endi ko'rayotgan bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'lib qo'ying, men bilan zerikmaysizlar. Oldinlari zerikkanimdan ko'p uxlardim. Hozir bo'lsa charchaganimdan uxlab qolaman. Hozir 24 ga 7 ishlayapman. Oyligim bo'lsa bir tonna pamperslar, yuvilmagan kiyimchalar. Oldin kechalari kino, serial ko'rardim. Hozir bo'lsa telefonni zaryadga qo'yishga zo'rg'a vaqt topolmayman. Hamma kelib bola yaxshi uxlayaptimi deb so'rayapti, uxlayapti. Bu uyda yaxshi uxlamayotgan bittaman. Hozir qorinchamiz og'risa yoki uxlamasa, eng yaqin do'stimiz ChatGPT bilan Google bo'lib qolgan. Oldin oynaga qarab mekap qilardim, hozir bo'lsa tabiiy modada deb o'zimga o'zim motivatsiya beryapman. Oldin chiroyli kiyimlar kiyish bilan band edim, hozir bo'lsa bitta odamchamga uhud qilish bilan bandman. Aslida ham Alloh tomonidan berilgan eng katta ne'matimiz, eng katta baxtimiz shu farzandlarimiz. Oramizda yosh onalar bo'lsa, sizlarda nima bo'ldi, qanaqa vaziyatlarni boshdan kechiribsizlar, albatta yozib ketinglar. Keyingi vloglarimda ko'rishguncha